Assalomu alaykum, me'yorli obunachilar. Hammalarga xayrli kech. Mana bugun kech soat 9:30 bo'lishiga qaramasdan ishlarimizni ko'pligi sababli shu alhamdulillah kechki payt bo'lsa ham shunaqa chiroq yoqib xizmat qilyapmiz. Xudo xolasa Alloh taolo o'zi barokat bersin. Kimga kanon kechki zarur bo'lsa bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Xudo xolasa sizlar uchun shu qishda havo soviganda sizlar suhbat qolmanglar deb ayrim joylardagi ayrim hududdagi gaz yetishmovchiligi bo'layotgan joylarda shunaqa ekan kechgalarni bir zakatofkalarni tayyorlab ertalabki quyishga tayyor qildik. Mana bu tomonda katyo'lchilarimiz ular ham ish tugatib ketishdi, ozgincha bo'ldi. Hammalarga xayrli tun, yaxshi dam olinglar. Alloh panohida bo'linglar. Sog' bo'linglar.